Assalomu alaykum qishloqdoshlar, yaxshimisizlar? Yuqorida Karimjon akamiz xonadonlariga chiroyli qilib mana shunday yozgi zamonaviy ko'rinishdagi o'choqlarimizni qilib berganmiz. 18 ta 20 ta non chiqadigan tandirimizni tutuni faqat mo'ridan chiqadigan, umuman naves boshqa joylaringizni qoraytirmaydigan qilib yasab berganmiz. Xudo xohlasa mana ko'rishlaringiz mumkin. Ertaga zo'ntiklarni qo'yamiz. Tandirim o'chog'imizni tutun tortish holatlarini ko'rsatib beraylik. Mana xudo xohlasa. Bu joyga o'tinga, gazga, podacha vozdухli qilib berganmiz. Agar kimdir qildirmoqchi bo'lsa, sifatli qilib bizga murojaat qilaveringlar, chiroyli qilib beramiz. Pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum qishloqdoshlar, yaxshimisizlar? Yuqorida Karimjon akamiz xonadonlariga chiroyli qilib mana shunday yozgi zamonaviy ko'rinishdagi o'choqlarimizni qilib berganmiz. 18 ta 20 ta non chiqadigan tandirimizni tutuni faqat mo'ridan chiqadigan, umuman naves boshqa joylaringizni qoraytirmaydigan qilib yasab berganmiz. Xudo xohlasa mana ko'rishlaringiz mumkin. Ertaga zo'ntiklarni qo'yamiz. Tandirim o'chog'imizni tutun tortish holatlarini ko'rsatib beraylik. Mana xudo xohlasa. Bu joyga o'tinga, gazga, podacha vozdухli qilib berganmiz. Agar kimdir qildirmoqchi bo'lsa, sifatli qilib bizga murojaat qilaveringlar, chiroyli qilib beramiz. Pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar.